Xitoyning Gollandiyaning Amsterdam va Rotterdam shaharlarida maxfiy saqchixonalarni qurib harakat qilayotganligi oshkorlandi. Gollandiya hukumat doiralari 10 oyning 26 kuni Xitoyning Amsterdam va Rotterdamdan iborat Gollandiyaning ikki cho'ng shahrida qurgan qonunsiz saqchi punktlarini tekshirayotganligini, muhofazachilar tashkiloti e'lon qilgan bu xususdagi dokladga jiddiy qarayotganligini oshkorlagan. Fransiya Ovozi radiosining 26 oktyabrdagi Dinha Xitoy saqchi tarafining Gollandiyada qurgan qonunsiz saqchixonalarni tekshirmoqda nomli xabarda bayon qilishicha, kishilik huquq faoliyatchilarini qo'g'dashni asosiy vazifa qilgan Markaziy Ispaniyada bo'lgan muhofazachilar nomli bir hukumatsiz tashkilot yaqinda Xitoyning Gollandiyada qurgan ikki maxfiy saqchi punkti to'g'risida bir doklad e'lon qilgan. Dokladda bu saqchixonalarning Gollandiyadagi kishilik huquq aktivlarini ta'qib qildiganligi va ularga tahdid soldiganligi ilgari surilgan. Xabarda ko'rsatilishicha, muhofazachilarning dokladi e'lon qilingandan keyin RTL televiziya kanali bilan torda raisnash ilib bordigan pulga agishish nomli tor sahifasi birlikda Gollandiyada tekshirish elib berib, bu saqchixonalarning haqiqatanmi siyosiy o'qitishlarga zarba berdiganligini aniqlab chiqqan. Gollandiya Tashqi ishlar ministrligining so'zchisi Maksimi Hovenkampning Fransiya agentligiga bildirishicha, Gollandiyaning Adliya ministrligi, Davlat xavfsizlik ministrligi va Tashqi ishlar ministrligi muhofazachilarning dokladidagi mazmunlarga astoydil va jiddiy muomala qilmoqda ekan. Muhofazachilarning dokladida ifodalanishicha, Xitoy saqchi taraf Gollandiyadagi tunji saqchixonasini 2018-yil 6-oyda Amsterdamda qurgan. Onunğa 2 nafar Xitoy saqchisi rahbarlik qiladi ekan. Amsterdamdagi bu saqchixona 2021-yilning 5-ida Xitoyda o'tkazilgan baholashda Xitoyning chet eldagi 10 munavvar saqchi markazlaridan biri qatoriga kirgan. Xitoyning Gollandiyadagi ikkinchi saqchixonasi bu yilning 5-ida Rotterdam shahrida qurilgan. Buningga Xitoyning askarlikdan qaytgan bir sobiq qo'mondoni rahbarlik qilmoqda ekan. Ammo bu har ikki saqchixona hech qanday viviskasi bo'lmagan uyda qurilgan. Gollandiya hukumatiga yoki shahar ma'muriyatiga ma'lum qilinmagan, ham ro'yxatga oldirilmagan. Xitoyning bu qonunsiz saqchixonalarining siyosiy o'qitishlarga zarba berdiganligi to'g'risida Gollandiya axborot sohasi Rotterdamda yashaydigan, o'zini siyosiy o'qituvchi deb qaraydigan Wang Jingyi ismli bir Xitoy fuqarosining iqrorini misol qilib ko'rsatgan. Buningda aytishicha, Rotterdamdagi Xitoy saqchixona xodimlari Wang Jingyi bilan ko'rishgan. Uni Xitoyga qaytishga da'vat qilgan. Masalani qaytgandan keyin bir taraf qilamiz degan, hamda ota-onangni o'ylab qo'y deb tahdid solgan. Wang Jingyi 6-oyda Xitoy konsulxonasi oldida o'tkazilgan namoyishga qatnashgandan keyin uning qo'l telefoniga Rotterdamdagi Xitoy saqchilar tomonidan haqoratlik so'zlar va tahdidlar avatilgan. Ammo Xitoy Tashqi ishlar ministrligining so'zchisi Wang Wenbin bu haqda muxbirlarning savoliga javob berganda, bu doklad butunlay xato. Xitoy hukumati boshqa davlatlarning egalik huquqiga to'liq hurmat qildi degan. Hamda bu saqchixonalarning asosli maqsadi chet eldagi Xitoy fuqarolarining shopirlik kinishkisini tor orqali yanglab berishga yordam qilish va boshqa mulozimatlarni qilish deb qo'shimcha qilgan. Vaholanki Xitoyning Gollandiyadagi bu qara qo'llari Xitoy o'qituvchilariga emas, Gollandiyada yashaydigan Uyg'urlarga uzundan buyon tahdidlar ham ziyonlar silib kelgan. Gollandiyadagi Xitoyning bevosita ziyonkashligiga uchrag'uvchi Uyg'urlardan biri Urumchi restoranining xo'jayini Zayniddin apandidir. Bu saqchi o'rinninki Gollandiyada ta'siri bek kuchli. Uyg'urlarga telefon qilib, shaxsan hammamizga telefon keladi. Masalan, Elchixondan degan nomida Xitoylar telefon qiladi. Bu normalda Gollandiyadagi Uyg'urlarning ko'pinchisiga bunday bir telefonni urdi bular. Telefon urib, shu orqali uchur o'g'irlaydigan bunday bir ishlar bor-ku. U bu vaqtda to'xtalganda Xitoyning Gollandiyada haqiqatan haddidan eshib ketganligini, yillar ilgari o'zga bevosita ziyonkashliklar qilganligini tilga ilib o'tdi. Bu Gollandiyada bular ko'z qilmaydigan bo'lib ketgan-ku. Bek yo'g'on bo'lib ketgan bular. Bularning ziyniga darak uchirganda men hamda shaxsan mashinalarimning chaqin teshib o'tadigan, restoranning ichini buzib o'tadigan bu ishlar sodir bo'ldi. Keyin bo'ldi. Bir Xitoy ayol menga deganti-ku. Xo'jayin bo'lsa restoranning setivet. Chunki bu yerda bizningki sen restorandan kirib tamoq yeydiganga
nurg'un to'salg'i bo'layotidi. Sana bir tafsil demay, shunda tushuntirib qo'yay. Eng yaxshisi bu restoranning sitivat, mush restoran kirib tomoq yemanglar deb bekchiq. Mushadagi Xitoyninki odamlari kuchab ketib bordi degan gapni qilgan. Ahırda Xitaylar qo'lini uzatsa yetmaydigan yer qolmagan. Xitoy o'zining Gollandiyadagi chinimishindaq davomliq bo'ladi deb o'ylagandi, ammo Gollandiya hukumatining bu haqiqatan undaq bo'lmaydiganligini bular bir ta'kidlab qo'ydi. Muhofizatchilarning dokladida bayon qilinishicha, Xitoyning chet elda 54 soqchi markazi bor ekan. Gollandiyadagi soqchixonalar bo'lsa, shularning tarkibidagi 2 soqchi punkti hisoblanadi ekan. Bundaq soqchixonalarga uzun mezgil tarbiyalangan Xitoy soqchilar ishga qo'yildi ekan. Xitoylar bularni chet eldagi Xitoy muhojirlarga yordam qiladiganlar deb tasvirlaydi ekan. Amaliyotda ularning vazifasi tamoman boshqa ekan. Chet eldagi Xitoy soqchixonalarida hatto maxfiy turmalarning bo'lishi mumkinligi fikrini ilgari surgan Norvegiyadagi siyosiy aktivlardan Baxtiyor Umar apandining bildirishicha, bir Uyg'ur ayolning Dubaydagi Xitoy turmasida yetib chiqqanligi o'z vaqtida zo'r g'ulg'ullarga sababchi bo'lgan ekan. U o'zi rahbarlik qilayotgan Uyg'ur adliyasi arxiv ombirining uzundan buyon chet eldagi Xitoy tahdidiga doir uchurlarni to'plab kelayotganligini eskartdi. Xitoylarninki chet elga so'zilgan bu qarqulni biz burundan anglab tekshirib kelyapmiz. Aslida Dubaydagi shunday bir qonunsiz turma Xitoyninki ochgan. Bu yerda yotgan bir ayolninki bergan guvohlik orqali dunyoga oshkorlangan. Hatto uninki so'zda Uyg'ur ayolninki bor ekanligini tilga olgan. Yani bu Gollandiyada aniqlangan bu 2 Xitoy soqchixonasimi ayni ashunga o'xshash o'rin bo'lishi mumkin. Yani bir yerde faqatla soqchixonlik emas, turma va boshqa jasuslik nurg'un vazifalarni o'rindaydigan o'rin bo'lishi mumkin. Chunki ularni maqolada aytilgandek uzun yil tarbiyalangandan keyin maxsus vazifa bilan bu yerlarga chiqdi. Uyg'ur adliya arxividan biri uzundan beri mush to'g'riliq uchurlarni to'plab kelyapmiz. Yani Xitoy tarafdan kelgan tahdid, telefon, shunga o'xshash narsalarniki ovozlik, videolik, suratlik materiallarni diasporadagi jamoatga bizga avatib berishni, uni cho'qim saqlash kerakligini, shunday voqealarga uchragan chog'da cho'qim isbot etilish kerakligini, darhol rasmga, videoga evilish, shuni orqali o'zini qo'g'dash kerakligini ta'kidlab kelyapmiz. U so'zida yana chet ellardagi Xitoy soqchixonalarining maqsadi haqida to'xtalib o'tdi va bu Xitoylarning shu davlatda yashayotgan ba'zi zaif Uyg'urlarni qo'rqitib, o'ziga ishlashga majburlaydigan hodisalarning bo'ldiganligini tilga oldi. Endi bularniki nishoni davlat siyosatchilar, tonilgan shaxslar bo'lmasdan, hech nimaga aralashmaydigan oddiy kishilar ekanligi aniq. Shu maqolada deyilgandek, vatandagi ota-onasi urug' tuqqanlarni ko'rib kelib, ular orqali tahdid silib, bu yerda o'ziga ishlashga, ya'ni uchur to'plashga, jasuslikqa majburlash. Shu cho'ng bir alohidligi. Bundan boshqa ularniki iqtisodiy jinoyatchilarni, o'ziga qarshi siyosiy kuchlarni yoki shunga o'xshash hatto yerlikda yuqori fan texnik o'rinlarida ishlayotgan Xitoylar bo'lsin, Uyg'urlar bo'lsin yoki shunga o'xshash yerlarga singib kirib, yerlikka singib kirib, shu yerdan uchur egallash, ya'ni texnik o'g'irlash, siyosiy axborot egallash qatorliq nurg'un vazifalar bo'lishi mumkin. Lekin Turkiyada izdiraksiz yo'qolib ketgan nurg'un Uyg'urlar bor. Umuman shu Turkiyadagi Xitoy konsulxonasi va soqchilari bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Hozir 54 deydi, lekin u nihoyatda ko'p bo'lishi mumkin. Parlamenti Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilgan Gollandiya aran 17 million 500 ming nüfusga ega kichik davlat bo'lsa-mu, yaqinqi mezgillardan buyon Xitoy qarta qattiq siyosat yurgizish yo'liga qarab ilgarilamoqda. Mazkur xabarda ifodalanishicha, Gollandiyaning tashqi ishlar ministrligi Xitoyning Gollandiyada qo'rqitish va tahdid silishdan iborat bir qiziq liniya turi barpo qilishga urinayotganligidan xabar topgan va Gollandiya hukumatini buning qarta tadbir qo'llanishga da'vat qilgan. Qadrli radio anglovchilar, Xitoyning Gollandiyada qurgan 2 soqchixonasining tekshirilayotganligiga doir ma'lumotni diqqatingizga sunduq. Germaniyadan Akram anglatdi.